Siz nima deb va'da beruvchisiz? Voy, men xalqni himoya qilaman, xalqqa eshitaman. Qani eshitayotganingiz? Qani? Eshitayotganingizdan oddiy xalqga shunaqa bo'lyaptimi? Viloyatiga ketsin, yoki pravo olish uchun bunaqa ko'chada noqonuniy kamera ko'p. Boshqasi gapira olmaydi. Mana men gapiraman. Bu gaplarimdan keyin qamavorsa, onasi nemisin? Bizda bundan normalniy bloger yo'q, haqiqatda gapira oladigan. Men gapiraman, tiqvorsin, to'g'risida. Misol uchun mana men fakt bo'lsa, like bosing. Iltimos faqat pravo olish qanchalik qiyin bo'lib ketdi. Narx otdi kallasidek bo'lib ketmadimikin, mabodo? 1 million imtihonga to'laysiz, 1 million 200 ming qayta imtihon, yana qayta imtihon 1 million 200 ming, yana qayta imtihon 1 million 200 ming. Endi odamlar yiqitishdan o'tdi, savollar tayyor narx. Ketata-ki. Mayli deb turib pravo oldingiz, bu yoqda 12 ballik sistemangiz turibdi. 12 ballik sistemani olib turib, mayli provedrishon bo'lsa, yana qayta o'qib olaman siz ham yana jarimasi bilan davlatdan qarz bo'lib qolasiz. Nima oddiy xalq pravo olmasa, oddiy xalq mashina haydamasinmi? Unisiga ham mayli desak, bu yoqda viloyatda o'zini joyiga borib taksi qilsin. Ketatak. Nima qilmoqchisan mana shu qo'shtirnochidagi bitta ikkita qaror chiqarayotganlar. Gapim to'g'rimi yo noto'g'ri gapiryapmanmi? Yozinglar o'zingizdan fikringizni. Noto'g'ri bo'lsa, menga qara, sen provokatsiya qilyapsan, noto'g'ri gapiryapsan deylar chiqani? Bormi shunaqasi? Rost gap gapirilyapti, xalqqa eshitish yo'q. Mana xalqqa himoyasiga kelganda eshitadigan quloq eshitmaydi, lekin xalqqa jazolashga kelganda bu quloq eshitadi. Kaketatak, nima algoritm bu? Men gapirsam bu videolarni tarqatadigan odam ham yo'q. Prosta to'g'ri deydi, bo'ldi kommentariyada. Voy, 10 ta odamga tarqat. Bitta istoriyangga qo'y. Noto'g'ri gap emas, sani hech kim hech nima qilmaydi. Prosta oddiy xalq o'ylanmaydi.